Huquq-tartibot organlari bilan muloqotda odamlar qiladigan eng katta xato nima? Huquq-tartibot organlari bilan endi agar masalan ko'chada o'sha yo'l patrul xizmati xodimi bilan bo'ladigan muloqotlarni internetdan ko'radigan bo'lsak, u yerda ham o'ziga yarasha xatolar bor. U yerda ham nima deydi, odam o'zini haq deb hisoblashi mumkin, lekin aslida u o'sha ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etdi, yo'l harakati qoidalarini buzdi. Boshqa holatlarda masalan ma'muriy huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillari bir odamga qanaqa bir e'tiroz bildirganda unda o'zini tutishi boshqa. Men bu yerda aytardimki, ko'p xatolar nimadan iborat bo'ladi? Aldamaslikka harakat qilish kerak. Bu deganim aybini bo'yniga olib darhol aybini bo'yniga olish kerak demayman. Chunki odamning aybi qanaqaligini buni malakali tergov, malakali huquqiy yordam ko'rsatadi. Birinchi o'rinda agarda aytayotgan gaplaringizda o'zi shubha bormi, gaplaringiz rostligiga ularni isbotlab berishingizda shubha bormi? Gapirmang. Ko'p xatolar mana shunda bo'ladi. Odam gohida o'zi jinoyat sodir qilmagan. Unga buni masalan huquq muhofaza qiluvchi idoraga chaqirishlar, prokuratura, ichki ishlarga chaqirishlarida chaqirishlardan maqsad umuman boshqa. Unga biron bir e'tiroz yoki unga nisbatan bir ta'qib amalga oshirishni chaqirilmaydi odam. Ko'p hollarda odam guvoh tariqasida chaqiriladi. Shunda masalan o'ylamasdan gapirib qo'yib, yolg'on ko'rsatma berish ham dastlabki tergovda agar jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, bu ham o'z-o'zidan javobgarlik keltirib chiqaradigan holat. Bu o'sha ko'p xatoliklardan, ya'ni odamlarni huquq muhofaza qiluvchi idoralar bilan bo'lgan muloqotdagi xatolardan ko'pi bilmasdan gapirib qo'yishadi. Agar shunga ishonch bo'lmasa, unda gapirmang. Bizning qonunimiz, konstitutsiyamiz shuni ta'minlaydi. Hech qaysi odam o'ziga qarshi ko'rsatuv berishga majbur emas. Shu yozib qo'yilgan. Har qanday konstitutsion huquqlarni buzilishi bu katta qonun buzilishi hisoblanadi. Mansabdor shaxslar javobgarlik tortishlari mumkin buning oqibatida. Shuning uchun eng ko'p shu xatolardan bittasi yolg'on gapirib qo'yish. Men shuni aytardim. Endi mana bu ko'chada bo'ladigan mana odamlar o'zini haligi postini ko'paytirish uchun, nima deydi, podpischilarni ko'paytirish uchun qiladigan mana bu harakatlar, bu ham noto'g'ri harakatlar deb o'ylayman. Albatta, qachonki odam o'zini huquqini buzilayotganligini qonunlashtirish maqsadida yoki uni ommaga tarqatish maqsadida shu yo'l bilan o'zini himoya qilib, shu yo'l bilan o'zini mana bu jamiyatdagi qonunni ustuvorligini ta'minlashga o'zini hissasi qo'yadigan bo'lsa, u boshqa narsa. Lekin ko'p hollarda, internetda ham ko'ramiz, ko'p hollarda huquq muhofaza qiluvchi idora xodimlari haq bo'lib chiqishadi. Ularni shu nohaq deb o'zlari bilgan bilmagan holda ayblashlari bu ikkinchi xatoliklar deb o'ylayman. Bu narsalarga muammo nimadan kelib chiqadi? Muammo odamning o'zining xatti-harakatidan kelib chiqadi. Xatti-harakatdan kelib chiqadi. Agarda odam o'zining xatti-harakatini sodir etayotganda qonunni o'ylasa, emotsiyaga berilib ketmasa, o'zini tuta olsa, shunda yutib chiqadi. Bizda ko'p hollarda mana shunaqangi nima deydi, haligi nizoli hollar, ziddiyatli holatlar vujudga kelib qoladi-da, shunda odam o'zini noto'g'ri tutib qo'yadi. Shu narsaga e'tibor berishlarini men xohlardim agar bo'lsa. Shunaqangi holatlar yuz bersa demoqchiman.